mushakcha darajaga pishgan bo'lsa, qolgan go'shtga endi til ojiz. Nima deysizlar? Ortiqcha narsa kerak emas. Qora murch, ibark va tuz. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli kuzatuvchilar, marinovka bo'lgan tayyor go'shtlarimizni sekin-astalik bilan joylashtiramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, yana bitta narsani aytib ketishim kerak. Damashni degandim-ku. Mana, qaranglar. Xohlasalaringiz kichkinagina qozonga shunga cho'p qo'yib ham terib go'sht qilsalaringiz ham bo'ladi. Xohlasalaringiz hammaning uyida manti qozon bor. Manti qozonning ichiga ham xuddi shu shaklda tayda suv, ustida manti qozon o'zining listini qo'yib go'shtlarni terib cho'tga qilsa ham bo'ladi. Go'shtimizni joylashtirdik, endi buni falga bilan yopamiz. Biz ham yeyoradi lekin. Plastik falgani ustidan endi selafanimizni yopamiz. Xullas, bug'i chiqmasligi kerak. O'sha bug' bilan pishadi bu ajatsanda. Aytgancha selafanni bitta suvga botirib olishni tavsiya beraman. Yopishmaydi qozonni girdiga. Negativchilar, o'tgan safar nima deb deyapsizlar? Bu oddiy dasturxon-ku. Uyimizda hammamiz dasturxonimiz bor-ku. Buni suvlaganimiz sababi yopishmasligi uchun. Go'shtga qarab, mol go'shti bo'lsa 4 soatdan 5 soatgacha, qo'y go'shti bo'lsa agar 3 soatdan 4 soatgacha, echki go'shti ham shu vaqtga qarab. Go'shtni ko'rasizlar, tayyor bo'lmagan bo'lsa yana qaytib qo'yiladi vaqtga qarab. Chunki qo'ydek, masalan, qo'y molni yoshi qarisiga qarab vaqti cho'zilib ketaveradi. Rahmat, bittagina yuraydi qizartirib qo'yamiz endi shuncha mehnatimizga yarasha. Hurmatli kuzatuvchilar, va nihoyat tayyor bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Bug'ning ichidan ko'rinyaptimi? Mana bu mushak. Mushakni ko'ryapsizlarmi? Pishgan. Mana, ko'rinyaptimi? Bo'yinni qarang, bo'yinni. Tushongan bo'lgan bu-ku. O'zi bunga o'zi tegib bo'lmay, sovutib keyin tegirmasak titilib ketadi. Mushakni qaranglar, mushakni pishganni. Ezilishini ko'ryapsizlarmi? Bu yoqda bu ajab sandamiz tayyor. Bu yoqqa bu sariyog'chalik tabaqachamiz nima deyapti? Bu ham tayyor. Bu ham tushongan bo'ldi bu-ku. Bunga ham tegirish imkoniyati yo'q. Bu ham dahshat. Xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilsalar, Shef Ozodbek zo'rini udarni qilib beradi nasib bo'lsa.